Xayrli kech, eski mikrofon tinglovchilari. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan birgamiz. Yodingizda bo'lsa, sal avvalroq sizdan maktub rukni asosida bir nechta hikoyalarni chiqargandik. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, ushbu rukn va undagi hikoyalar insonlarga qiziqarli tuyulishi yoki biroz muhokamalarga boy bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Mana hozirga qadar turli mintaqalarda istiqomat qilayotgan hamyurtlarimiz, yurtdoshlarimiz o'zlarining boshlaridan kechirgan voqealiklarini bizga yuborib turishadi. Men ularning ayrimlarini mana bugun sizlarga o'qib eshittiraman. Qolgan qismlarini esa keyingi sonda chiqaramiz. Hikoyalarni boshlashdan oldin esa shunchaki sizlarga ma'lum qilib qo'ymoqchiman. Menga yuborilayotgan ushbu hikoyalarning barchasi real hayotda sodir bo'lgan deb ta'kidlanishiga qaramasdan, sizga o'qib berayotgan insonda uni tekshirish yoki uning rost yoki yolg'onligini taftish qilishning mutlaqo imkoni yo'q. Men bularni shunchaki hikoyalarni yuborayotgan insonlarning vijdoniga havola qilaman. Ruknimizning yozilmagan qoidalariga muvofiq yuborilayotgan barcha hikoya va voqeliklarni hech qanday tahrir hamda o'zgartirishlarsiz barini boricha o'qib beraman. Ana endi boshladik. İlk voqelik muallifi Feruza Xomidova. Men ham o'z hayotimda bo'lgan voqealarni yozmoqchiman. Hikoya ancha uzun, zerikib qolmaysiz degan umiddaman. Bizni qishloqda 10 yillarcha avval bir mulla paydo bo'ldi. To'g'rirog'i avvaldan shu yerda yashagan, shu yerlik oddiy, ilmsiz, dinsiz odam to'satdan o'zini bashoratchi, sehrgar deb e'lon qildi. Odamlar ham ajoyib, unga ishonib uyiga qator navbat qilib borib olishadigan bo'ldi. Uni mullaga aylanish ham juda g'alati. U ichuvchi, ishsiz bir yaramas odam edi. To'satdan ko'ziga har nimalar ko'rinib, jinlar bilan urushib, tog'li chakalakzor tomonlarga ketib qoladigan, o'zini jinniday tutib o'kirib baqiradigan bo'lib qolgan. Hammangni o'ldiraman, yo'q qilaman deb ko'rinmas shaxslar bilan urushib, oxiri yotib qolib, bir o'limdan qolib komaga tushgan. O'zini aytishicha, komada yotganida unga ilohiy kuch berilib hayotga qaytgan u jinlarga qarshi kurashish vazifasini olgan. Xullas shu odam mullalikni boshlagach, qishlog'imizda g'alati ishlar bo'la boshladi. Shu odamni masxaralab, haqorat qilib yurgan odamlar jinniga o'xshab ko'ziga bir nimalar ko'rinib, o'ziga o'zi gapirib, yo'q narsalar bilan urushadigan bo'lib qoldi. Hatto bir yigit rostakam aqldan ozdi. U sherday o'kirib, yoniga yaqin kelgan odamni urib yiqitib toqqa qarab yugurardi. Kechasi ham, kunduzi ham farqi yo'q. Uni uydagi polga mixlab qoqib, arqonlar bilan bog'lab qo'yishganda, uy polini buzib, arqonlari bilan toqqa ketib qolgan. Uni ko'p kuchli mullalar o'qishdi, foydasi bo'lmadi. Oxiri shu qishlog'imizdagi mulla necha kunlab o'qib tuzatdi. Odamlar unga ishonib yoniga ko'proq qatnay boshladi. Hech kim uni muhokama qilmay qo'ydi va shu vaqtdan boshlab qishlog'imizda har yili kamida 2 ta yosh o'smir yigit-qizlar hech sababsiz o'zini osib o'ldira boshladi. Ulardan biri uzoqroq qarindoshim, biri yon qo'shnim, singlimdek bo'lib qolgandi. Mendan kichik, 1 yosh kichik qiz, shu qiz ham tuppa-tuzuq qiz edi. To'satdan gaplari, qarashlari bema'no jinni sifat bo'lib qoldi. Faqat o'lish, o'ldirish haqida gapirardi. Meni juda ham yaxshi ko'rardi, lekin 3 marta menga tashlanib o'ldirishga uringan. Nimaga unday qilasan desam, sizni yaxshi ko'raman, birga olib ketmoqchiman degani tirjayib, ko'zlari olayib. Men shundan keyin undan o'zimni olib qochdim. Uyga kelsa bahona qilib kirgizmadim. Uydagi jiyanlarimdan xavotirlanardim. Onasi uni ruhiy shifoxonaga ham yotqizdi, mullalarga ham olib bordi, foyda bermadi. Orada men umuman u bilan aloqani uzdim va bir kuni to'satdan juda uni ko'rgim keldi. Yoniga boraman deb tayyorlandim. Nimagadir uyqu bosib hech ko'zimni ocha olmay uxlab qolibman. O'zi ham 5 soat uxlabman, xuddi narkoz olgandek. Uyg'onsam hamma g'alati, qo'shni uyda shovqin. Uyg'ondimmi shu qo'shnining uyiga yurdim. Nimaga ochig'i bilmayman. Uyga kirishim bilan hovli odamga to'la, birpas angrayib turdim. Keyin amakim o'tib qolibdilar-da deb o'yladim. Uyga kelib so'rasam, qo'shni qiz o'zini osib o'ldirgan ekan. Shu kundan boshlab mana 4 yildan beri bir kun ham yo'qki shu qiz tushimga kirmagan bo'lsa.
Xullas, men ham o'zimni o'ldirgim kelib, hayot ko'zimga xunuk ko'rinib qolgan paytlar bo'ldi. Shukurki, Allohni tanib namozga kirib o'zimni asrab qoldim deb o'ylayman. G'alati jihati shundaki, o'zini osib o'ldirgan o'smirlarni hammasini yaqinlarini tushiga shu mulla har xil xunuk holatda kirgan. Aynan o'sha xunuk ish bo'lgan kunda yaqinda bir uzoq qarindoshimizning o'g'li ham shu ishni qilgach, hamma shu mulladan xavfsiray boshladi. Chunki qachonlardir bir joyda ham xuddi shunday mulla chiqib, o'sha yerliklarga kulfat yog'dirgan ekan. Bu voqealar hammasi rost va menga yaqin bo'lgan, atrofimdagilar bilan sodir bo'lgan. Afsuski, shu mulla ham menga uzoqroq qarindosh. Agar hikoyamni o'qisangiz, shaxsimni sir tuta qoling, chunki qishlog'imizdan biror kim eshitsa aniq taniydi. Bu hammaga ma'lum voqea. Navbatdagi voqelikni Baxtiyor Roziqov ismli foydalanuvchi bizga yozib yuborganlar. Assalomu alaykum. Men Tojikistonning Konibodom shahridanman. Bizning oilada ham shunday qo'rqinchli voqea yuz bergan. Men 1998-yilman. Yoshim hozirda 28 da. U paytlarda men 8 yoki 9 yosh bo'lganman. Bu voqea mening akam bilan yuz bergan. Biz yashaydigan joy qishloqda bo'lib, aholi asosan chorva bilan shug'ullanishadi. Mol qo'y degandek. Uyimizga yaqin bo'lgan joyda ferma joylashgan. U paytlar shu fermada adashmasam 500 dan ortiq mollar bo'lardi. Akam o'sha paytda 20 yoshlarda edi. Akam do'stlari bilan o'sha fermada ishlardilar. Mollarga yem-xashak tarqatar edilar. Bu ish kunda 3 marotaba ertalab, tushlik va kechqurunda sodir bo'lardi. Ular ko'pincha navbat bilan ishlashardi. Bir kuni akam kechqurun mollarga xashak berishga borsalar, sheriklari kelmagan. U paytlar telefon unchalik bo'lmagani uchun akam kutib o'tirmay o'zim qila qolay, biror kun o'rnimga ishlab berar deb o'zi ishga kirishgan. Bir mahal fermaning narigi boshida oppoq ayol sochlarini, yuzlarini to'sib turgan ayolni ko'rib qotib qoladi va kalima qaytarib ishini tashab qanday uyga kelganini o'zi bilmaydi. Shundan keyin akam ancha ozib-to'zib ketdi va pes kasaliga chalindi. Qo'llariga, oyoqlariga oq dog'lar bosib ketdi. Hozirda akam 40 yoshda va bu voqea hech kimning esidan chiqmaydi. Bunday holatlar u fermada ko'p bo'lgan. Hozirda u ferma tashlandiq bo'lib ketgan. Kechqurun hech kim bormaydi. Bu ferma Qonibodomning Sayxun posyolkasida. Buni hamma biladi. U yerlar bexosiyat. Navbatdagi voqelikni Biyagumus Boka tumani 753 nomli foydalanuvchi yozib yuborganlar. Meni hayotimda ham shunaqasi bo'lgan. Taxminan 17 yoshlarimda kechqurun uyda bir o'zim qolgandim. Uydagilar qarindoshlarnikiga ketgandi. Soat 22:00 atrofi edi. Xonamda yotgandim telefon o'ynab. Xonam derazasi hovliga qaragan. Kichkina kuchuk bolasini yaqinda olib kelgandim. Taxminan bir haftalar oldin. U derazam tagida ingrab burishib yotardi. Birdan kuchukcham vovullashni boshladi. Men e'tibor bermadim. Mushukka vovullayotgandir dedim, lekin kuchukcham tinmasdan yanada baland vovullardi va birdan bir ovoz eshitildi. Asta muloyim ovozda "Jim Bobik, Jim" dedi. Men qotib qoldim. Telefonim ovozini birdan o'chirdim va yana kutdim, eshitilarmikin deb. Lekin jim bo'lib qoldi. Xuddi uni sezib qolganimni bilgandek jim bo'lib qoldi. Ovoz eshitilmadi, lekin men tez turdim va eshikni ochdim. Itim eshik oldiga tiqilib jim bo'lib qolgandi. Meni ko'rib menga yugurib keldi. Ko'rinadiki, u juda qo'rqqandi. Atrofga e'tibor berdim, lekin tekshirishga yuragim betlamadi, chunki u ovozni aniq va tiniq eshitgandim. Kuchukimning ismi Bobik edi. 3 yo 4 kun oldin shu ismni qo'ygandim. U kim bo'lsa ham kuchuk ismni bilardi. Xuddi jin yoki uy ajinasimi bilmadim. Xuddi u biz bilan yonimizda bo'lgandek kuchuk ismini bilardi va xuddi biz ko'rmaydigan, lekin yonimizda qandaydir paranormal figuradek bizni his qilib turardi. Umuman olganda men uning Jim Bobik Jim deganini aniq va tiniq eshitgandim. Keyin men telefonni olib ko'chaga chiqishga yo'l oldim. Kuchukcham orqamdan juda tez yurardi. Xuddi yolg'iz qolishni istamagandek. Kimdirdan qattiq qo'rqqani shundoqini sezilib turardi. Men ham uni ko'chaga olib chiqdim va uydagilar kelguncha uyni oldida kuchukcha bilan o'tirdim. Eshitgandim, odamlarning ko'zlarida parda bo'ladi deb.
Lekin hayvonlarda ko'z pardasi bo'lmaydi. Shu sababdan ular juda zo'r biladi va his qilishadi. Hatto paranormal jismlarni ham ko'radi deb eshitgandim. Bu yolg'on emas, haqiqatdan aytgan hikoyam. Navbatdagi voqelikni Bahor Umirbekova nomli foydalanuvchi yozib qoldirgan. Bizda haligacha davom etadigan bir hodisa bor. Bizning qishloqdan childirmachilar o'tgan deyiladi. Ular har o'tganida o'zi bilan bir odamni olib ketadi deyshadi. Ular bir yilda bir marotaba o'tadi. Odamlar bularni bari bosilsin deb qancha qurbonliklar qildi, lekin foydasi bo'lmadi. Mana hanuzgacha odamlar har yili iyun va iyul oyida o'zlarini osib qo'yishadi. Bu hodisa 7 yildan beri davom etib kelmoqda va yaqin do'stim ham o'sha childirmachilar yo'liga tushib qolib, o'zini osib qo'ydi. U o'lgandan keyin ular uy tomonidan do'mbira, karnay-surnay ovozi eshitildi. Qo'shnilar ulardan nima bo'lganini so'rasa, ularni o'zlari ham eshitganini, lekin chiqishga qo'rqishganini aytishdi. Shundan keyin o'sha dugonamning qo'shnisini ko'ziga har xil narsalar ko'rinaveribdi. Domlaga olib borib o'qitsa, qishlog'ingizni jin bosgan, ehtiyot bo'linglar deb aytibdi. Mana shunday voqealardan so'ng biz u yerdan ko'chib ketdik. Shuni ham audio hikoya qilsangiz yaxshi bo'lardi. Navbatdagi voqeani Zamiraxon Egamnazarova ismli foydalanuvchi bizga yozib yuborganlar. Assalomu alaykum. Men ham sizga bir bo'lgan voqeani aytib bersam. Bu voqea 3-4 yil avval bo'lgan. Men o'zim Qirg'izistonman. Aytadigan voqeam ammam bilan yuz bergan. Ammam Novqat shahriga turmushga chiqqan. Ammamlarning to'g'risida bir eski ishlab chiqarish korxonasi bor. U yerlar chek bo'lgan, keyin ko'chib chiqishgan. O'sha yerda yashayotgan paytlarida qish bo'ladi. Qorong'u kirgunicha yerni oppoq qilib qor yoqqan bo'ladi. Eri esa Rossiyaga ishlashga ketgan. Oppoq qilib qor yoqqan kuni kechasi verandasining eshigi qattiq taqillaydi. Tasavvur qiling, avvalgi veranda eshik derazalar oynalari oddiy, eshiklar yog'ochdan bo'lgan. Xullas akfa emasdi. Qattiq taqillagandan so'ng chiqsa hech kim yo'q. Qor yoqqan qorda hech kimning izi ham bo'lmaydi. 3 ta farzandi bor edi o'sha paytda. 12-13 yoshlarda edi. Farzandlarning barchasi o'sha taqillashni eshitishgan. Keyin ammam qo'rqib ketib, qayni ukasiga telefon qilib chaqirgan. Qayni ukasi kelib tashqarilarni, molxona taraflarni aylanib qarab kelgan, lekin hech kim yo'q. Qorda birorta ham insonni, hatto hayvonni ham izi bo'lmagan. Qor o'sha paytda yangi yog'ib, hamma yoq tekis qor bilan qoplangan bo'lgan. Hali hech kim qorni bosishga, iz qoldirishga ulgurmagandi. O'zi qishloqlarida o'sha korxonada oqchol bor degan gap yuradi. Bu gapga men ham, ammam ham ishonmaganmiz, ana shu voqea sodir bo'lmagunigacha. Keyin ana xuddi shu yili ammamning eri Rossiyadan kelgan vaqtlarda yozda yerto'lasida yozgi dushlari bor edi. Ammam yuvinishga kirgan vaqtda ana shu zaborning ustida, ya'ni korxonaning devorida kichkinagina odamcha ammamga, ya'ni podvalning eshigiga qarab o'tirgan bo'ladi. Shunda ammam baqir-chaqir qilib tashlaydi. Erini chaqirib shu yoqda menga kimdir qarab o'tirgandi deb. Pochcham chiqib devordan oshib hamma yoqni qarab keladi, lekin hech kimni topa olmaydi. O'sha voqealar bo'lgandan ancha vaqt o'tib ammamlarning qizini qattiq boshi og'riydigan bo'lib qoladi. Doktorlarga ham, diniy taraflama ham o'qitib ko'rishdi. 10 yashar qiz boshi juda ham qattiq og'rigandan yotib qoladi. Hech ham davolasha olmaydi. 2-3 yil buvisining, ya'ni bizning uyimizga kelib yashab yurgan vaqtlari hech ham bosh og'rig'i bezovta qilmasdi. Uylariga borsa shunaqa bo'laverardi. Keyin bir domla chaqirib uylarini o'qitishdi. Domla aytdiki, sizlarning uyingizning egalari bor ekan, ular joylashganiga ancha bo'libdi, eskirib ketibdi. Juda ham qizi nozikkinada, kichkina qizingiz nozik bo'lgani uchun qizingizga zarar berishyapti degan ekan. Befarq qoldirmaysiz degan umiddaman. Navbatdagi voqeani izohlar bo'limiga The Gafur nomli foydalanuvchi yozib qoldirgan. Assalomu alaykum. Sizlarga yana bir hikoyani aytib bermoqchiman. Bu yaqin yillarda amakim bilan ro'y bergan. Amakim tez-tez Rossiyaga ishlash uchun boradi. O'sha bir safar borganida kvartira topishga juda qiynaladi. Bir tanishi amakimga ancha eski kvartira topib beradi.
Avvaliga g'alati narsa sodir bo'lmaydi, ammo vaqt o'tishi bilan uyda g'ayrioddiy narsalar ro'y bera boshlaydi. Masalan, yarim kechasi vannadagi suv ochilib ketishi yoki kimdir quchoqlagandek bo'laveradi. Boshqa borar joyi yo'qligi uchun o'sha yerda yashayveradi, ammo hammasi bora-bora jiddiylashaveradi. Bir kun amakim ovqat pishirayotganda yonidagi divanga kimdir o'tirgandek g'ichirlaydi. Sal o'tib kimdir qattiq yo'taladi. Amakim ovqatni ham tashlab o'sha kvartiradan tez chiqib ketadi. Keyinchalik bilsa, o'sha kvartirada bir yolg'iz kampir yashagan va kampir o'ligi bir necha kun yoki hafta o'sha kvartirada qolib ketgan ekan. O'sha yerdagi odamlar u kvartirada kampirning ruhi bezovta qolib ketgan deyishgan ekan. Amakim bilan yana bir voqea yuz bergan. Amakim katta bir supermarketda ishlagan. Asosan market yopilgandan keyin mahsulotlarni joylashtirgan. Bir kuni kechasi ishlayotgan payti keyingi qatordan shovqin kela boshlaydi. Xuddi tuyoq bilan yugurganday tovush polkalar tagidan kelardi. Aynan shu polkalar tagi biroz ochiq bo'lgani uchun amakim yerga egilib narigi qatorga qaraydi. Qarasa, ikkita katta junli tuyoq u yoqdan bu yoqqa yo'qlab yurayotganday bo'ladi. Amakim qo'rqqanidan tura olmay emaklab qorovul o'tiradigan joyga boradi va ko'rganlarini qorovulga aytib beradi. U ham oldin shunaqa narsalarni ko'rganini aytib, ikkovi ham o'sha kuni ishdan ketadi. Shu voqeadan keyin amakim uyiga qaytdi. Ancha vaqt Rossiyaga bormadi. Aniqrog'i bir necha yillar. Navbatdagi voqelikni esa Telegram orqali bizga Safarboyev Sarvar yubordi. Assalomu alaykum. Mening ismim Safarboyev Sarvar. Men 18 yoshdaman. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida yashayman. Bundan 7 yil oldin men seskanib, kechki payt soat 3 da uyg'onib, yonimga qaradim. Men onam bilan uxlardim. Dadam Rossiyada edi. Yonimga qarasam onam yo'qlar. Tashqaridan ayollarning yig'lagan ovozlari eshitildi. Men juda qo'rqib ketdim va tashqariga chiqdim. Hamma g'amgin. Akam uyni oldidagi supada o'tirardi, juda abgor holatda. Men oldiga borib so'radim. "Aka, nima bo'ldi?" dedim. Akam esa yerga qarab, "Bobomni berib qo'ydik" dedi. Men rosa yig'ladim va onam chaqirdi. "Hademay odamlar keladi o'g'lim. Amaki va chang bilan ariqda suv tashinglar" dedi. Ko'chaga sepishga suv kerak edi, chunki ko'chamiz chang edi, hali asfalt qilinmagandi. Ariq hovlimizni boshida edi va amakivachcham bilan chelak ko'tarib bordik. Ariqdan suv oladigan joyga bitta odam sig'ardi va amakivachcham tushdida "Ber chelakni" deb suv olib bera boshladi. Men aytdim, "Sen chelaklarga suv to'ldirib tur, men suvni onamga olib boraman" deb ketdim va birozdan so'ng qaytdim. U bir nuqtaga qarab qotib qolgandi. Men ham u qarab turgan joyiga qaradim va bir muddat qotib qoldim. Daraxtning ustida bir chol menga qarab kulib turardi. Kiyimi oppoq, yuzi ham juda xunuk edi. Va amakivachchamni tashlab, baqirib jon talvasasida yugurdim. Borib akamga aytdim. Akam va bir nechta odamlar bilan bordik. Borsak, ana bu odam yo'q, amakivachcham esa qotib turardi. Uni uyiga olib bordik. O'ziga keltirdik. U o'ziga o'zi "Iltimos, o'ldirma" deb qaytaraverardi va oradan bir necha hafta o'tdi. Ertalab tursam hamma qarindoshlar supada o'tirishardi. Bir burchakda esa amakivachcham yana o'sha so'zni takrorlardi. "Iltimos, o'ldirma" deb. Nima bo'lganini so'radim. Akam amakivachcham ertalab hovlini boshidagi ariq bo'yida yig'lab o'tirganini aytdi. Akam shu kuni ertalab hovlidagi bedani o'rayotganda eshitib qolibdi. Men juda qo'rquvga tushdim va oradan 4-5 kun o'tdi va g'alati va qo'rqinchli voqea sodir bo'ldi. Kechqurun taxminan soat 2lar edi. Men seskanib uyg'onib ketdim va turib suv ichmoqchi edim, lekin joyimdan qimirlay olmadim. Nimaga bilmayman, hatto qo'limni ham qimirlata olmasdim. Juda qo'rqib ketdim. "Ona" deb baqirdim. Negadir ovoz ichimdan tashqariga chiqmasdi. Onam esa yonimda uxlab yotardilar va sekin tashqaridan yurayotgan tovush eshitdim. Eshik asta ochila boshladi va u kirib keldi. O'sha amakivachcham bilan ko'rgan kishi edi. U meni to'g'rimga kelib menga qarab jilmaydi va uning tabassumi juda qo'rqinchli hamda xunuk edi. Dahshatli ovozda "Seni o'ldiraman" deb to'xtamay aytardi. Har bitta aytgan so'zi avvalgisidan balandroq chiqardi va u menga yaqinlasha boshladi. Men o'zimga o'zim endi tamomman dedim va ko'zlarimni yumib oldim.
Asta peshonamga qo'lini qo'ydi va baqirdim, lekin endi ovozim chiqdi va ko'zimni qiri bilan qaray boshladim. Onam boshimni ushlardi. Men onamni qattiq quchoqlab oldim va onamdan so'radim: "Boya eshikdan kirgan sizmidingiz?" deb qo'rquv bilan. Onam esa: "Ha, namozga turgandim. Sen terlab yotganding. Peshonangni ushladim, issig'ini bilish maqsadida" dedi. Oradan kunlar o'tardi. Men u yana qaytishini bilganday kechasi ko'chaga chiqmasdim. Hatto tunda ham tungi chiroqni yoqib uxlardim. Yangi yil kechasi do'stlarim qo'yarda qo'ymay kechasi ko'chaga chiqarishdi. Biz ko'cha aylandik. Soat qanday o'tganini bilmay ham qoldik. 12 ga ham 15 daqiqa qolibdi va hammamiz tarqalib ketdik. Men uyga qaytayotganimda ko'chamizni o'rtasida bir tashlandiq uy bor. Shu uyni oldidan o'tayotgandim kimdir chiqib keldi va menga qaradi. Bu o'sha kishi edi. Menga qarab: "Kel, yangi yilni mening uyimda nishonlaymiz" dedi. Men qo'rqqanimdan hushimdan ketib qoldim. Uyg'onsam uyda ekanman. Hamma qarindoshlarim menga qarab o'tirardi va men so'radim: "Meni kim olib keldi?" dedim. Onam esa qo'shnim kelayotganda meni ko'rib qolganini, shu taxlit uyga olib kelganini aytdi. Onam mendan nima bo'ldi deb so'radi. Men bor gapni aytdim. Hamma hayron bo'ldi va onam ertasi kuni meni domlaga olib bordi. U meni o'qib qo'ydi va menda boshqa unday narsalar sodir bo'lmadi. Lekin men bilaman, u hali qaytadi. Navbatdagi voqeani bizga izohlar bo'limida Bay Amina nomli foydalanuvchi yozib qoldirgan. Menda ham juda ham ko'p qo'rqinchli voqealar bo'ladi. Eng qo'rqinchlisini aytib bermoqchiman. Akam bilan xotini urushib qolishdi va akamning xotini uyiga ketib qoldilar. Buvimlar ularni yarashtirgani qudalar uyiga ketishdi. Bir o'zim uyda qoldim. Ancha telefon ko'rib o'tirdim. Soat 10 bo'ldi. Keyin o'zimga joy solib uxlamoqchi bo'ldim. Lekin ichimda sovuq his bor edi. Uxlolmadim. Telefonimni olib video ko'rib o'tirardim. Deraza oldidan kimdir o'tib ketdi. Avvaliga ko'zimga ko'rindi deb o'yladim. Yana o'tib ketdi. Buvimlar keldi deb turdim. Darvozadan kirishda bir xona bor edi. O'sha uy chirog'i ochiq bo'lsa-da nur taralgandek yorug' edi. Bordim. Buvim teskari qarab yotgandilar. "Buvi" dedim. Javob bo'lmadi. Yana "Buvi" dedim. Og'ir ovozda nima deysan? Uxlayapman" dedilar. "Sizlar keldinglarmi? Akamlar qani?" dedim. "Qayerga ketgandimki kelaman. Akangni bilmayman, kirib uxla" dedilar. Buvim g'alati edi, chunki buvim umuman menga qo'pol gapirmasdilar. "Xo'p" dedimda, qornim ochgani uchun oshxonaga bordim. Qora mushuk qarab turdi-da yugurib chiqib ketdi. O'zi hovlida ko'p mushuklar yurgani uchun bu holat ham odatiydek tuyuldi. Yana xonamga kirib uxlashga yotdim. O'sha kecha nimadir bosdi, "Tur bolam" degan ovozni eshitib uyg'onib ketdim. Qarasam buvim. "Buvi, uxlayotgandingiz-ku" desam, buvim "Jinnimisan, men hozir keldim" dedilar. Soat 12:46 edi. "Men sizni ko'rdim" deb bo'lgan voqeani aytib bersam, buvim "Tush ko'rgansan" dedilar. Lekin men aniq bilardimki tush ko'rmagandim. Shu kundan boshlab meni kimdir kuzatib turgandek tuyulardi. Lekin aytsam hech kim ishonmasdi. Keyinchalik buvim uyni tozalatish uchun mulla olib keldilar. Uyga issiq sovuq qilingan ekan. Shu issiq sovuqni deb akamni oilasi buzilib ketdi. Hurmatli tinglovchilar, agar yuqoridagi voqelik hamda hodisalarga o'xshagan holatlarni siz ham ko'rgan, bilgan yoki eshitgan bo'lsangiz, yoki o'zingiz guvohi bo'lgan bo'lsangiz, marhamat qilib bizga bemalol yuborishingiz mumkin. Shaxsingiz hamda ma'lumotlaringiz albatta sir saqlanadi. Navbatdagi sonda ko'rishguncha